Men Samandar va Nafisa Bahram qizi 373-guruh bitiruvchisiman. Buxgalteriya bo'yicha tushunchalarim kam bo'lgani uchun buxgalteriya kasbini tanlaganman. Finlandni esa bitta tanishim tavsiya qilgan. Zo'r bo'lgani uchun shuni tanlaganman. O'zim kutgandan ham zo'r natijaga erishdim. Hozirda buxgalter bo'lib ishlayman. Kurs kelishdan oldingi va hozirgi holatimni solishtirganda osmon bilan yercha farq bor. Chunki oldin buxgalteriya bo'yicha tushuncham juda kam edi. Отчетlarni bilmasdim, shotlar rejasi, adines umuman tushuncham yo'q edi. Hozir esa hammasini to'liq o'rganib, o'sha sohada ishlab kelyapman. Buxgalteriya kasbi juda muhim kasblardan bittasi. Har bir faoliyatda, har bir sohada kerak kasb. Hammaga tavsiya etaman. Hamisha daromad keltiradigan kasb. Oila a'zolarimdan, turmush o'rtog'imga, qaynonamga, ota-onamga hammasiga katta tashakkur aytaman. Meni qo'llab-quvvatlab turganlari uchun. Finlandda Zebinsa ustozga alohida tashakkur. Elmira ustoza, Yo'ldosha, Dilrabo ustoza, xodimlarga katta tashakkur.